Assalomu alaykum. DTM 2024 da tushgan savollarni ko'rishda davom etamiz. Demak, quyidagicha tetraeder berilgan. Tetraeder bu uchburchakli hamma qirralari teng bo'lgan piramida va uning to'la sirti 18 ildizosi 3 ga teng. Shunda piramidani hajmini topish kerak bo'ladi. Endi piramidani hajmini topish uchun avval to'la sirtidan tomonni topa olaylik. To'la sirti degani bu 4 ta muntazam uchburchakning yuzasi degani. Bu yerdan qisqaradi. Ildizosli 3lar 4lar qisqaradi. Shu yerdan 3 ildizosli 2 chiqar ekan. Endi ani topib oldik. Keyin asosiga tashqi chizilgan aylananing radiusini topamiz. Asosiga tashqi chizilgan aylananing radiusi bu a karata a. Endi 3 ta tomonning ko'paytmasi bo'lingan 4 ta s uchburchak. Endi a ko'paygan a bu a kubni beradi. Ya'ni 3 ildizosli 2 ning kubini beradi. 4 ta uchburchakning yuzi, endi asosining yuzi bu a kvadrat ildizosli 3 bo'lingan 4 ga teng qisqaradi. Demak, a ning kubi bilan a ning kvadrati qisqarsa ham bitta a qolar ekan. Pastda ildizosli 3 qolib ketar ekan. Endi radiusni topib olganimizdan keyin balandlikni topib olamiz. Balandlik bu mana bu quyidagicha bunday balandlik tushadi. Bu tashqi chizilgan aylananing markaziga tushadi. Bu radius. Pifagor qo'ysak h kvadrat plus radius kvadrat teng a ning kvadrati. Shu yerdan h kvadrat, radius kvadratni o'rniga buni qo'yamiz. 18 bo'lingan 3. Tak, teng a kvadratni o'rniga a bizga 3 ildizosli 2 edi, uning kvadrati 18 bo'lar ekan. Demak, h ning kvadrati mana buni hisoblasak bu 6 ga teng 18. H ning kvadrati teng 12, h teng 4 karata 3 deb yoza oladigan bo'lsak 2 ildizosli 3. Demak, piramidani hajmini topish uchun 1 taqsim 3 asosining yuzasi a kvadrat ildizosli 3 bo'lingan 4 karata balandlik ildizosli 3. Endi bu yerdan ildizosli 3 bilan ildizosli 3 ni beradi, 3 bilan qisqaradi, 2 bilan 4 qisqaradi, a kvadrat bo'lingan 2 qoladi. A ni bizlar topgandik 3 ildizosli 2 ga teng edi. Qo'ysak bu 18 bo'ladi, bo'lingan 2. Javob 9 bo'lar ekan. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va DTM ga tayyorlanayotgan tanishlarga yuborib qo'ying.